Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Amerika Davlat Məclisi qarmaqidagi har ikki partiya a'zolaridan tashkillanib qurilgan Amerika Xitoy raqobati favqulodda komiteti Uyg'urlarning kishilik huquq tashkilotlaridan Uyg'ur harakati tashkilotini va hamda ijtimoiy taratqularda Li Muallim degan taxallus bilan bilingan Xitoy faoliyatchi Li Yingni 2025-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatganligini jakarlagan. 5 fevral kuni mazkur komitetning raisi bo'lgan Jumhuriyatchi Avam palata a'zosi John Millinar bilan mazkur komitetning hay'at a'zosi Demokratchi Avam palata a'zosi Raja Krishnamurti o'rtaq bayonot e'lon qilib, har ikki nomzodini tabriklagan. Raja Krishnamurti bayonotida mundaq degan: "Biz Uyg'ur harakati tashkiloti va Li Muallimni ularning kishilik huquq va inson g'ururi uchun ko'rsatgan harmas tirishchanligi sababli Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatganligimizdan sharaf his qilamiz. Ular davrimizdagi eng jiddiy kishilik huquq krizisi oldida adolatsizlik jang e'lon qilmoqda va jimiqtirilganlarning ovoz bo'lmoqda." John Millinar apandi bayonotdagi so'zida Uyg'ur harakati tashkiloti harmay talmay tashviq qilish, jasurlik bilan guvohlik berish orqali dunyoning Uyg'ur irqi qirg'inchiligidan iborat haqiqatni nazardan soqit qilmasligiga kapolatlik qilib, ziyonkashlik uchirg'uvchilarning ovozini xalqaro sahnaga elib chiqdi. Xitoy Kompartiyasining sukut temini buzib tashladi degan. Bu vaqtda to'xtalgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchi raisi Roshan Abbas xonim Uyg'ur harakati tashkilotining nomzodlik ko'rsatilishi, Uyg'ur irqi qirg'inchiligining hilam davom qilayotganligi va Uyg'urlarning tortayotgan zulmining tiq oyoqlashmaganligining muayyanlashtirilishi ekanligini bildirdi. Roshan Abbas xonim so'zida Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilishining o'z xizmatlarini yanada kuchaytirishdan derak beradiganligini aytdi. Roshan Abbas xonim yana bugun stansimizga yo'llagan qisqa videosida o'zining bu vaqtdagi ta'sirotlarini o'rtoqlashib mundaq dedi: Amerika Kongressidagi Select Committee on CCP, ya'ni Xitoy Kompartiyasini tekshirish komitetiningki bu qitimqi 2025-yillik Nobel tinchlik mukofotiga Uyg'ur harakati tashkilotimizni nomzodlikka ko'rsatishi bilan butun xalqimizni tabriklayman va shundaqla Uyg'ur harakati tashkilotimizdagi jonfidolik bilan xizmat qilayotgan xodimlarni ve a'zolarimizni tabriklayman ve rahmat aytaman. Hamda mushu hozirgi sharoitda Amerikadagi ikki partiya, ya'ni Cumhuriyetçiler Partiyasi ve Demokratchilar Partiyasidan tarkib topgan bu komitetninki Uyg'urlarning bir tashkilotini mundaq bir yuqori darajalik bir mukofotga nomzodlikka ko'rsatilishi da'voyimizga, xalqimizga xayrliklarga vasila bo'lg'isi. Şunun bilen birge Dünya Uyghur Qurultiyi ve Dünya Uyghur Qurultiyininki tarmağıdaki bütkül teşkilatlar ve rehberler, aktivistler, diasporadaki bütün halkımızga rahmet etme ve hemisini tebrikleyme. Rahmet. 2025-yillik Nobel tinchlik mukofotiga erishguchi shaxs yoki tashkilotlar bu yil 10-oyda Norvegiya Nobel komiteti tarafidan e'lon qilinadigan bo'lib, mukofot tarqatish marosimi 12-oyda o'tkaziladi ekan. 2024-yillik Nobel tinchlik mukofoti Yaponiyaning Nihon Hidankyo nomli yadro qurollarga qarshi turish tashkilotiga berilgan edi. Bundan ilgari Dunyo Uyg'ur qurultiyi Kanada va Norvegiya parlament a'zolari tarafidan va ikkinchi qitimda Italiya senatori Giulio Terzi tarafidan Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan edi. Amerika Davlat Majlisidagi Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raislaridan bo'lgan Demokratchi Avam palata a'zosi Tom Suzi bilan Cumhuriyetçi Avam palata a'zosi Christopher Semes Uyg'ur harakati tashkiloti va Uyg'ur kishilik huquq qurilishini 2022-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatgan edi. Rafto erkinlik mukofoti va Sakharov mukofoti sohibi bo'lgan Ilhom To'xti va Robiya Qodir xonimlarmi ilgari ayrim holda Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan chekindirib chiqish to'g'risidagi ma'muriy buyruqni imzolagan. U 4 fevral seshanba kuni tushdan keyin Oqsaroyda qilgan so'zida "Men izchil holda BDTning g'oyat zo'r yoshirin kuchi borligiga ishonatdim. Biroq hozir uning undoq yoshirin kuchi qolmadi" degan. Prezident Donald Trump birinchi qatimliq prezidentlik mezgilida, ya'ni 2018-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining İsrailiyaga qarshi pozitsiyasining bir taraflim ekanligini sabab ko'rsatib, bu kengashdan chekingan. Ayni chog'da uning bu qarori Amerikadagi kishilik huquq organlarining kuchli tanqidiga duch kelgan.
Ular Amerikaning BDT kishilik huquq kengashining bir qism yetersizliklarini deb, bu organdan chekinib chiqishning Xitoyga o'xshash kishilik huquqni dafsand qilguvchi davlatlarni xushal qilib qolmasdan, balki yana bu davlatlarning kishilik huquq xotirasini javobgarlik tortishini yanama qiyinlashtiradiganligini ogohlantirgan. 2021 yılı Amerika prezidenti Joe Biden'ның Aqsarayga kirishi bilan Amerika BDT kishilik huquq kengashiga qaytadan a'zo bo'lib kirgan edi. BDT kishilik huquq kengashi 47 a'zo davlatdan tarkib topgan bo'lib, uning 2025 yillik a'zolari tizimlikida kishilik huquq dafsandchiligi ig'ir bo'lgan davlatlar, hatto BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasi tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat o'tkazayotganligi ehtimolligi bo'lgan Xitoyma davomli o'rin olgan. Dünya Uyghur Qurultayı'nın sabık muvaqqat reisi ve stratejiya mutaxassisi Dr. Erkin Ekrem Efendi, Trump hükümetinin bu pozisiyasının BDT'deki Uyghur davasıga ko'rsatadigan ta'siri ve kelgusi stratejiyalar haqida to'xtalib, munolarni dedi. Amerika Birleşken Devletler Teşkilatı insan hakları teşkilatından ayrılışının sebebini Trump hükümeti ona iniq dedi. Birinciden bu teşkilat bu maksatı bile maslaşmagan işlerini kılvatıdı. Yani bir yerde Xitaylar, Ruslardek bu G'arbninki insan hakları kıymet karşılarına karşı çıkan gruplar so'rab ketib bordi deb. İkinciden bu teşkilatninki yalg'izlar misalga Filistinlarni qo'g'daydigan ama İsrailni qo'g'damaydigan bir teşkilatga degandek. Hamda bu teşkilatninki burunqidek funksiyasi bo'lmaganligini deb kelyotdi. Bu aslında bu insan hakları şu G'arb medeniyetinden törelgen bir kıymet qarash hamda bir yaşam tarzı bu. Şununla G'arb degan vaqtida yalg'izlar G'arbninki texnologiya, ilim, falsafa, tushuncha, san'at emas, shundaqla bu qiymat qarashmi muhim. G'arbliklarni G'arb deyish uchun şu kıymet qarashmi muhim bir amil hamdi. Ama eğer de Amerika bu hazırki hakimiyeti bu insan haklarıga ehmiyet vermediğin takdirde o zaman Amerika'dan çıkan Uyghur insan hakları kanunuma icra kılıştıma kıyım bulundu. Ama Amerika yalgızla bir Trump hakimiyeti emez, bunundaki başka hakimiyetin kiliş mümkün ve Amerika'nın kuruluş felsefesinde mi insan hakları bağımdı. Şununla bu Birleşken Devletler Teşkilatı insan hakları teşkilatında ayrılışı bu insan haklarıga köngül vermeydigan, hatta karşı çıkadigan bir mana çıkmaydı deb o'ylayman. Ama Uyg'urlar chetdan degan vaqtida bu insan hakları teşkilatı içindeki bütün müzakereler de Amerika bo'lmag'achqa ve bazı devletler Amerika bo'lmagan ekan biz qatnashmasak bo'la deydigan devletler bo'lmag'achqa Uyg'urlarga sahip chiqadigan, Tibetlerge ve başka izilgan milletlerge sahip çıkılan çoğun devletler kalmaydı degan gap. Bir yerde şununla Xitoydek ve bazı Xitoyga yakın bo'lgan devletler onundan kim bir yerde halganca bir kararını çıkarıp kılalaydigan halga keldi. Misalga Uygur meselesine şu insan hakları teşkilatının içinde bir mesele kılıp bunu müzakere kılaylı, talaş tartış kılaylı, hatta mesela İğir bolsa, şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınıga apraylı, Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Daimi Konseyi'ge apraylı ve bunun karşı Xitay'nınki Uygurlarga ilip bağlan bu zulümge karşı bir caza bireyli degan işte kararlarını kılamaydigan halga kip kaldıgan kepemdi. Şununla bu Uygurlar üçün yaxşı bir haber emas ama Abeymen degandek insan hakları G'arb devletlerininki esas felsefeninki manevi tarafını teşkil kıldıgan bir an, bir kıymet qarash. Şununla bu G'arb devletleri, G'arb halkları bu kıymet qarashini qo'g'daydiganlar bo'lsa, Uyg'urlarninki yeni faaliyet kılalaydigan, hareket kılalaydigan imkonlar ve zeminler bo'ladi deb o'ylayman. Amerika'nın yanıdan saylangan prezidenti Donald Trump ve onun hükümeti 31 yanvar günü Kanada ve Meksika'dan kirgen mallarga 25% tamojni beji, Xitay mallarga qo'shimcha 10% boj qo'ydiganligi ve bunu 4 fevral günden başlap icra qildiganligini e'lon qilgan edi. Trump'ның bu bojni qo'yishidagi sabab
Kanada va Meksikadan qonunsiz ko'chmanlarning turkumlab Amerikaga eqib kirishini to'sish, fentanilni yasaydigan xom materialning Xitoydan Meksikaga kirdiganligi ham u yerdagi atkazchilik guruhi tarafidan Kanadaga akirilib, pishiqlab ishlanib, Amerikaga kirgizilganligini bayqagan bo'lib, buni to'sish uchun tamojna bejini yo'l qo'ygan ekan. Donald Trump buning Amerikaning iqtisodini yuqori ko'tarishga, korxonalarni gullantirishga va ish o'rnini ko'paytirishga foydasi bor deb qaraydi ekan. Amerikaning bu qarorining orqasidanla Kanadaning bosh ministri Justin Trudeau 2 ayning 1 kuni darhol bayonot e'lon qilib, ikki davlatning qo'shnidarchiligini Kanadaning nurg'un qitimlab nihoyat muhim vaqtlarda Amerikaning yanida bo'lganligidan iborat bu tarixiy do'stlikni qayd qilib turib, Kanadaning Amerikaning 155 milliard dollarlik mablag'iga 25% boj qo'ydiganligi, oldi bilan 30 milliard dollarlik meliga tamojna bejini qo'yib, 4 fevral kuni ijro qildiganligini aytgan. Yaqinda ikki davlat boshliqlari so'zlashish orqali birlik kelib, bu qarorlarni 30 kun to'xtatib turdiganligini bildirgan. Bu jarayonda ikki taraf o'zlariga manfaatli bo'lgan natijaga erishish uchun harakat qildiganligini, bo'libmi Kanada chegara bexatarligini kuchaytirganligini degan. Kanada aslida o'tgan yil 12 ayning 17 kuni 1 milliard 300 million dollarni chegara bexatarlik uchun ajratganligini e'lon qilgan bo'lib, bu pulga yuqori texnikalik uskunalar, tikuchar qatorliq aslahalarni to'liqlab setib olib yoki texmi ko'paytib, fentanil va qonunsiz ko'chmanlarni qattiq kontrol qilmoqchi bo'lgan ekan. Bosh minister Justin Trudeau 1 fevralki bayonotida buningdan keyin Amerika mollarining bahosining qimmat bo'lganligi, xalqining Kanadada ishlangan mollarni setib olishini tashabbus qilishi, Kanadaning shirkatlarini kuchli qilishini, Amerika mollari va shirkatlarini boyqut qilishni umid qilishdagi keskin so'zlari Kanadaliklarning millatchilik engini qo'zg'agan bo'lib, xalqning bir araga kelishiga, ittifoqlashishiga turtki bo'lib qolmasdan liberal partiyaga bo'lgan qarashini yaxshi ko'z qarashga yuzlandirgan. Kanada konservativ partiyasining lideri Pierre Poilievre darhol bayonot berib, bosh ministerning har qaysi partiya vakillarining va boshqa ministerlarning tezdan parlamentga qaytib kelib, tamojna beji masalasini muzokara qilib, yaxshi bir plan tuzib chiqishini talab qildi. Hamda Amerikaning qo'ygan har bir dollar bejiga boj qo'yib, Kanadaning iqtisodini yaxshilaydigan yo'llarning chaqqan tepilish kerakligining zarurligini bildirgan. Ko'zatuvchilar bu ikki davlat rahbarlarining 30 kun ichida qayta murosasa qilish orqali qonunsiz ko'chmanlar va fentanilni to'sish uchun foydali bir qaror chiqardi deb qarmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.